2023-yilgi konsertda Qirol Lyudovik rolini o'ynaganman. O'sha yili konsertni 6-kuni syomka jarayonini o'tkazdik. Ertalab soat 4:00 da uydan yurak xuruji bilan 16-shahar shifoxonasiga tushganman. Shu tufayli konsertning 7-8 kunlari ishtirok eta olmaganman. Shok holatida bo'lganim sababli shifokorlar 2 kundan ortiq yasholsam yashab ketishimni aytgan. Shifoxona yaqinlarim, jamoadoshlar bilan to'lib ketgandi. Ichkarida yotibman-u, konsertning qolgan 2 kuni, undagi 80% mas'uliyat meniki ekan haqida o'ylab yotibman. Bir paytlar bir yaqinimizning otasini shifoxonaga olib borganimizda, umrini vaqtinchalik uzaytirib turish uchun qilishgan ukolni eslab, shifokorlarga menga ham shunday ukol qilinglar. 3-4 soat ta'til qilsa bo'ldi deganman. Shunda bir shifokor qo'pol bo'lsa ham, rost gapni dangal qilib aytgandi. Agar hozir shifoxonadan chiqib ketsang, qaytib kelmaysan bu yerga. Shu gaplarni aytishim shartmi dedi. Sa'dulla, bo'ldi o'ylamang. Biz hammasini o'zimiz amallaymiz. O'rningizga odam topib tayyorladik. Shuni aytish uchun yoningizga keldim. Ruxsat bersangiz, yana bir repetitsiya qilib konsertni boshlayveramiz dedi. Shu bilan men shifoxonada qoldim. Ular o'zlari qolgan 2 kunlik konsertni amallashdi. Sahna va hayot o'rtasidagi farq haqida gap ketar ekan, qiziqchi Dilshod Musobekov hayotda jiddiy inson ekanini ta'kidlaydi. Muxlislardan sahna bilan hayotni aralashtirib yubormasligini iltimos qilardim. Hayotda yaxshigina jiddiy insonman. Chunki anchayin jiddiy mas'uliyatlarim bor. Oila boshi, hozirgi kunda bobo, turmush o'rtoq, ota, bosh farzandman. Otam olamdan o'tganlar. Ulardan keyin oilaning katta ustuniman. Sahnada kimnidir obrazini yarataman, rolimni ijro etaman. Ko'pchilik bilan birga o'tirganingizda ularni kuldirib o'tirishingizni xohlashadi. Bizning ham oddiy odamlardan ortiq joyimiz yo'q. Ularga o'xshab ishimiz, tashvishlarimiz bor. Ortiq joyimiz 1 metr sahnadan turib ularga gapira olishimiz, lekin bu ham sahnadagi ishimiz deydi u. Dilshod Musobekov oila va farzandlar haqida gapira turib, ba'zi hayotiy masalalarga o'zining mulohazalarini ham bildirib o'tdi. Bir o'g'il 2 qizning otasiman. Bir kelinim, bir kuyovim, 2 nafar nabiram bor. O'g'lim aeroportda 3-kategoriyasida agent bo'lib ishlaydi. Katta qizim liboslar dizayneri, 2 nafar farzandning onasi, hozirda uy bekasi. Kelinim ham liboslar bo'yicha dizayner. Hoji onam va bitta ukam bor. Shu vaqtga qadar oilamni hech qayerda ko'rsatmaganman. Oila mavzusida gap ketar ekan, bir narsaga qarshiman. Qiz uzatgan tomon doim pastda turish kerak deyshadi. Aslida o'g'il o'stirgan odam ham bir pog'ona pastda bo'lish kerak. O'zim ham kelin qilganman. Lekin men bir pog'ona past bo'lishim kerak. O'g'lim to'y hashamlarda qudalarimnikiga 4 ta non ko'tarib, kelinimni uyiga olib borib qaytishdan boshqa yana nima ish qilib beryapti ularga? Ular esa qizini berdi. Kelin erining uyida osh-ovqatini qilsa, kirlarni yuvsa, uylarni toza tutsa, hammaning ko'nglini olib shirin gapirsa, erining hurmati uchun o'zidan kichiklarni ham sizlasa, yana qiz taraf bir pog'ona pastda turish kerakmi? Odamga qizingiz menga omonat deganman. Birovning qizini uyingizda olib o'tirishingiz qiyin. Chunki sharoitlari boshqa bo'lgan xonadonga o'rganish, yangi muhitga ko'nikish oson emas. Ayolim bilan kelinim bir-birlari bilan dugonalardek. Kelin tushirishimizdan oldin ayolim, men eng zo'r qaynona bo'laman, Xudo xohlasa derdi. Hamma oilada ba'zida kichik gap so'zlar bo'lib turadi. Ayolim ham ba'zan kelinimizdan nolligudek bo'lsa, baraka topkur, boshlama. Men xudolarimga va'da berib kelganman. Ertaga menga lafzingizni chegarasi bormi deyishsa, nima deyman deb aytaman. Ayolim ham aslida kelinimga hech nima demaydi. Kelib menga aytib oladi gaplarini, deydi dizayn jamoasining a'zosi Dilshod Musobekov.